Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga baxtsiz falokat haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Bugun 11-aprel kuni Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi podstansiya yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Toshkent shahri Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 13:30 da Yashnobod tumani Mavlono Rizoiy ko'chasida joylashgan podstansiyada yong'in bo'layotganligi to'g'risida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga soat 13:27 da yetib borib, yong'in soat 13:41 da o'chirilgan. Aytilgan manzilda podstansiya hududida transformator kabellari yonib zararlangani aniqlanmoqda. Yong'in sababi tan jarohat olgan va vafot etgan fuqarolar yo'q. Ayni vaqtda yong'in sababi va moddiy zarari aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.